Birisi ham menga seninki mavu rangsiz suratingda bir xil tutuqliq bor ekan, buni sal texmi qiyniq qara oq farqi iniq o'g'a rangga aylantirib ber desa, yana o'xshash mushuni kirib tangshaymayman. Rang shaklini tangshayman. Qardatda mavu orliq rangni, ya'ni mavu qora rayonni bir taraf qilib birdi, mavu nurliq rayonni ichib birdi, ya'ni nur qo'shib birdi. Mavu ikisining orliqdikini tangshayib birdi, nurni. Muvofiq tangshilgandan keyin jazmlashtirman. Birisi bizga mush rasmni bir tarafi CMYK ko'rinadigan, rang shakli CMYK ning rang nusxasi ko'rinadigan, bir tarafi RGB rang nusxasi ko'rinadigan qilib tangshaypa degan bo'lsa, buni qanday bir taraf qilman? Buni bir taraf qilishning bir qancha xil usuli bor. Men eng oddiysidan birini ko'rsatib qo'yay. Qavat kirgandan keyin rasmni bir nusxa ko'paytman. Yangidan birini CMYK deb ko'paytdim. Ko'paytganning yoq bu CMYK ning rang kanali nima hozir? RGB ekan, ha? Rang kanaliga kirsam RGB ekan, buni CMYK ga aylantirman. Aylandirdim. Rangda azroq farq bo'ldi-ku. Endi bu CMYK turgan rasmni eklab mavi RGB rang kanaliga tashlab beraman. Tashlab, ondan keyin ma CMYK ni o'xshashla o'chiribman. O'chirib etdim. O'chirib etgandan keyin ma'ni muvofiq o'ringa tangshayman. Tangshilda ma'nim ko'rsatdim. Ko'rsatganning yoqi ustidagisi qaysi rangda? Ustidagisi CMYK ning ichidan olgan rang. Biroq mayaga chiqqanda RGB ga aylandi. Abiyatimiz CMYK RGB ni CMYK ga aylantirib bo'lib, uning yoqi CMYK etgan RGB ga aylantirsak asli qaytmagandi. Biz albatta buni CMYK ga aylantirib etganning yoq mayan qolsa, qarigiz asl rang shakli qaytmay RGB dagi rang shaklini yuttirib CMYK etgan rang nusxasini saqlab qoladi. Unda bo'lgan keyin biz buning yarmini kesib olib etsak, rang farqi chiqadi. CMYK bilan RGB ning rang farqi endi aniq chiqqanda, mayalari CMYK, mayalari RGB rang shakli bo'ldi. Ma rangda bitlik surat bilan indekslik suratning bir masalasi bor. Ya'ni doim uchrab turamiz bunda masalaga. Shuni buni men so'zlab o'tib ketay. Ma o ikki qavatdan tarkib topgan narsa bor. Birisida CMYK ning rangi bor, birisida RGB ning rangi bor. Biroq hozir har ikkalisi qaysi rangda? RGB rang kanalida. Endi men mushu RGB rang kanalidagi narsalarga bitlik suratdagi narsalarni qo'sha olamdim yo'qmi? Ham indekslik suratdagi narsalarni qo'sha olamdim yo'qmi? degan masala chiqdi. Bir rasmni oldim. Ayrim bir rasm olay. Mushu rasmni avval men bitlik suratga aylantirib o'tay. Bitlik suratga aylantirish uchun buningki kanaldan xohlagan birisini elib o'tib, yushirib qo'yaptım. Mana bu yerga tashlab o'tib, kanaldan xohlagan birisini elib o'tib, ondan keyin buni bitlik suratga aylantirib desam, qanday bo'laddi? Aylandirib bo'laddi. Jazmlashtirdim. Mushundaq bir surat hosil bo'ldi. Bu bitlik surat. Mushu bitlik suratni men mushning ustiga qo'sha olamdim yo'qmi? Ko'rib boqaymi? Mana bunda tatib mouse bilan ekasam qo'shilmaydi, mana qarang. Qo'shilmaslik belgisi chiqadi-ku? Qo'shilmaydi. Demak, bitlik suratdagi rang kanalini, ya'ni bitlik kanalini RGB kanaliga yoki CMYK kanaliga qo'shilmaydi. Ham CMYK bilan bitlik suratni, ham RGB bilan bitlik suratni o'zaro aylantirib ya'ni RGB bilan CMYK ni bitlik suratga aylantirib bo'lmaydi. Endi unda bo'lsa bitlik suratni CMYK bilan RGB ga aylantirib bo'ladi yo'qmi? Ko'rib boqaman. Bo'lamdi ekan. Demak, o'zaro aylantirib bo'lmaydi. Ya'ni bitlik suratni CMYK ga yoki CMYK ni bitlik suratga yoki RGB ni bitlik suratga, bitlik suratni RGB ga aylantirib bo'lmaydi.